tezda va oson yo'l bilan ozmoqchimisiz? Koreyada eng mashhur bo'lgan ushbu super bomba probiotiklar sizga zo'r natija ko'rishingizda yordam beradi. Ushbu probiotiklar tanadagi ortiqcha vaznni kamaytiradi, yog' yig'ilishini oldini oladi va ishtahalarni kamaytiradi. Ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Ushbu probiotiklar orqali sizning ichki faoliyatingiz yaxshilanadi va ovqat hazm sistemasi me'yorga tushadi va eng asosiysi immunitetni quvvatlaydi. Ishish va og'irlik hissini ham kamaytirib beradi. Bitta pachkada 60 ta probiotik mavjud bo'lib, bu bemalol sizga 1 oy davomida 2 mahal yoki 2 oy davomida 1 mahaldan ishingizga yetadi. Buni qanday qilib qabul qilish kerak deb so'rashingiz aniq. Ertalab yoki kech payt, ovqatdan oldin yoki ovqatdan yarim soat keyin bemalol o'zini poрошок variantda bo'ladi, suvsiz o'zini ichishingiz mumkin. Juda ham yoqimli. Bir oyda 5-6 kilogramgacha vazn yo'qotishingiz mumkin, lekin buni o'zini ichish bilan cheklanib qolmasdan, qat'iy diyetaga amal qilib, suv ko'proq ichib, harakat ko'proq qilsangiz, natijasi super bo'ladi. Mistingiz bilan birga ozib go'zallashamiz.